Sizga kinokompaniya 300 million dollar taqdim qilsa olarmidingiz yoki voz kecharmidingiz? 300 million dollar. Jek Vorabyga Disney kompaniyasi uzr sifatida 300 million dollarni taklif qiladi, ammo Jek Vorabey boshqa hech qachon Karib dengiz qaroqchilari filmida Jek Vorabey obrazini o'ynamayman va 300 million dollarni olmayman deb javob beradi. Hammasi 2018-yil Jonni Deppning sobiq rafiqasi Amber Heardni uni oilaviy zo'ravonlikda ayblaganidan boshlangandi. Disney sud qarorini va dalillarni kutib o'tirmadi. Mish-mish va mashhur maqola chiqqandan keyin atigi 4 kundan keyin Jonni Depp bilan Karib dengiz qaroqchilari 6-qismi uchun tuzilgan shartnomani bir tomonlama bekor qildi. Jonni Depp Karib dengiz qaroqchilari filmida Jek Vorabey obrazini o'ynab Disneyga 4,5 milliard dollar foyda keltirdi. Ammo Disney buni inobatga olmadi va Jonni Deppni ko'chaga uloqtirdi. Jonni Depp bilan shartnomani uzgan Disney uning obrazidan pul ishlashni davom ettirdi. Ya'ni Jek Vorabey obrazidagi qo'g'irchoqlarni sotishni va Disney attraksionlarini aylantirishi va u o'ynagan filmlarni namoyish etish orqali katta pul ishlagan. Jonni Depp Disney rahbarlariga sudda quyidagi so'zlarni aytib o'tdi. Siz meni Karib dengiz qaroqchilari filmidan o'chirib tashlamoqchi bo'ldingiz, ammo Jek Vorabey qahramoni o'yinchoqlarini sotishni davom ettirdingiz. Jek Vorabey qahramonini Disney attraksionlarida namoyish etishni davom ettirdingiz. Siz meni va meni nomimni o'chirib tashlamoqchi edingiz, ammo meni pullarimni o'zlaringizda qoldirmoqchi edingiz. 2022-yilda Jonni Depp o'z rafiqasi bilan boshlangan mojaro ustidan sudda g'alaba qozonadi. Disney qanday katta xatoga yo'l qo'yganini ana shunda angladi. Chunki Jek Vorabeysiz Karib dengiz qaroqchilari filmi hech kimga kerak emas edi. Disney unga uzrnoma savatchasiga sovg'alardan tashqari 301 million dollarlik shartnomani yuboradi, ammo Jonni Depp toshdan ham qattiq bo'lib chiqdi. Sudda Jonni Deppdan agarda sizga Disney 300 million dollar berib uzr so'rashsa, sizni hech narsa qaytara olmaydimi deb so'rashganda Jonni Depp qisqacha javob berdi. Hech narsa qaytara olmaydi. Jonni Depp g'urur va erkakning so'zi Disneyning har qanday million dollarlik chekidan ustun ekanligini isbotladi. 300 million dollar. Sizningcha vaqt o'tishi bilan Jonni Depp o'z qarorini o'zgartirarmikan? Axir bu summa juda ham katta.